Assalomu alaykum. Dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Donald Trump kutilmaganda Amerika Qo'shma Shtatlari Saudiya yadroviy bitimini Ibrohim kelishuvlariga qo'shilish bilan bog'ladi. Agar Saudiya Arabistoni Isroil bilan munosabatlarni normallashtirmasa, uranni boyitish imkonini beradigan bitimdan mahrum bo'ladi. 22-iyul kuni tomonlar AQSh texnologiyalaridan foydalangan holda uranni boyitish hamda yadro reaktorlarini qurishga ruxsat beruvchi kelishuvni e'lon qilgandi. Payshanbaga kelib, AQSh prezidenti Donald Trump Truth Social'dagi sahifasida fuqarolik yadroviy kelishuvi faqat noharbiy foydalanishga taalluqli bo'lib, u to'liq Saudiya Arabistonining Ibrohim kelishuvlariga qo'shilishiga bog'liq bo'ladi deb yozdi. Qo'shma Shtatlar prezidenti o'zining postida aynan nimani nazarda tutgani aniq emas. Bu bayonot qurollarda ishlatiladigan yuqori darajada boyitilgan uranga taalluqli yoki yo'qligi ham noma'lum. Saudiyaning Washingtondagi elchixonasi Trampning bu postiga hozircha izoh bermadi. Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt ham Trump arab ittifoqchilari bilan bitimni Ibrohim kelishuviga bog'lash haqida ko'p gaplashganini ta'kidladi. Birlashgan Arab Amirliklari va Bahrayn Trampning birinchi muddatida Ibrohim kelishuvlarini imzolagan bo'lib, so'nggi chorak asrda Isroilni tan olgan birinchi arab mamlakatlarga aylangandi. Qirollik esa Falastin davlatchiligi sari aniq yo'l ko'rinmaguncha unga qo'shilishni rad qilib kelayotgandi. Saudiyaga qo'yilgan bu shartni Isroil mamnuniyat bilan kutib oldi. Oq uy so'zchisi Netanyahu Trampdan shunday shart qo'yishni so'ragani haqidagi savolga buni bilmasligini aytdi. Menda bor ma'lumotlarga ko'ra yo'q, dedi u jurnalistlarga. Avvalroq Amerika va isroillik siyosatchilar qirollikka katta yon berilgan bu rejaga qarshi ekanini ochiq aytib kelishayotgandi. Ular Saudiya fuqarolik loyihasidan yadro qurolini ishlab chiqishda foydalanishidan xavotirda. Juma kuniga o'tar kechasi Qrimda, Leningrad viloyati va Tverda Wildberries kompaniyasining omborlari yana Ukrainaning hujumlariga uchradi. Guvohlarning tasvirlariga ko'ra, hujumdan so'ng Leningrad viloyatining Novosaratovka qishlog'ida joylashgan Wildberries omborida yong'in chiqqan. Bu ombor Sankt-Peterburgning ma'muriy chegarasidan biroz tashqarida joylashgan bo'lsa-da, u asosan Peterburgga xizmat ko'rsatgani uchun ko'pincha Wildberries Sankt-Peterburg ombori deb ataladi. Hujumdan so'ng Peterburg osmoniga ko'tarilayotgan qora tutun bulutlari aks etgan fotosuratlar tarqaldi. Leningrad viloyati gubernatori Aleksandr Drozdenkoning ma'lumotlariga ko'ra, 3 kishi jarohat olgan va ularga tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Wildberriesning o'zi ham Sankt-Peterburgda joylashgan ikkita logistika majmualari faoliyati vaqtincha to'xtatilganini tasdiqladi. Shuningdek, kecha tunda Tver viloyati va Simferopoldagi Wildberries logistika hublariga ham hujumlar bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, har ikki hududda berilgan zarbalar oqibatida Marketplace omborlari yonib ketgan. 24-iyulga o'tar kechasi Sudakdagi elektr podstansiyasiga ham zarba berilgan. Shundan so'ng shaharda elektr energiyasi o'chgan, ko'plab tumanlarda esa suv ta'minoti ham uzilgani aytilmoqda. 23-iyul kuni Kommersant gazetasi o'z hisob-kitoblarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Ukrainaning zarbalari o'sha paytgacha Wildberries barcha logistika infratuzilmasining 10% ga yoki 552 ming kvadrat metrga ta'sir ko'rsatgan. Ukraina tomoni urushga dronlar va navigatsiya uskunalarini yetkazib berayotgan logistika markazlarini qonuniy nishon deb hisoblamoqda. Payshanba kuni AQSh majburiy mehnatni taqiqlash qoidalariga yetarlicha amal qilmaslik ayblovi bilan o'nlab mamlakatlarga nisbatan yangi bojlar joriy etdi. Boj stavkalari 10% dan 12,5% gacha bo'lib, Xitoy, Hindiston va Yevropa ittifoqi kabi yirik iqtisodiyotlarga daxl qiladi. Qo'shma Shtatlarda majburiy mehnat yo'li bilan ishlab chiqarilgan mahsulotlar importiga taqiq deyarli bir asrdan beri mavjud va u qat'iy ravishda amalga oshiriladi. Savdo sheriklarimiz ham shunday qilish vaqti allaqachon kelgan, dedi AQSh savdo vakili Jamison Greer. Yangi bojlar juma kuni vaqtinchalik 10% lik global boj muddati tugashi bilan kuchga kiradi. AQSh rasmiysining ma'lum qilishicha, mamlakatlarning aksariyati, jumladan Xitoy va Yaponiya 12,5% lik yuqoriroq bojga tortiladi. Majburiy mehnat bo'yicha muayyan taqiqlarga ega bo'lgan davlatlar, jumladan Kanada va Britaniya 10% lik bojga duch keladi. Shu bilan birga po'lat va alyuminiy kabi sohaviy bojlarga tortib bo'lingan tovarlar bundan mustasno. AQSh, Meksika, Kanada bitimi doirasida kirib kelayotgan tovarlar ham bojlardan ozod qilinadi. Bu qadam AQSh Oliy sudi fevral oyida prezident Trampning bojlarini bekor qilgandan so'ng tashlanmoqda.
Oq uy yangi bojlarni asoslash uchun yangi huquqiy vajlardan foydalanib kelmoqda. Hozircha yirik xalqaro sheriklardan faqat Braziliya javob chorasi ko'rilishini aytdi. Fransiyaning janubi-g'arbida o'rmon yong'inlari sababli 12 mingga yaqin kishi evakuatsiya qilindi. Gironde mintaqasida yana 8800 kishini xavfsiz joyga ko'chirilmoqda. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishicha, 3400 gektarga yaqin yer maydoni allaqachon kulga aylangan. Olov bilan 700 ga yaqin o't o'chiruvchi kurashyapti. Jabrlanganlar haqida ma'lumot tushmagan. Yong'in xavfi yuqori bo'lgan o'rmon hududlarida ba'zi obyektlar va yo'llar yopilmoqda. Shu yozda Yevropani qamrab olgan g'ayrioddiy issiqlik to'lqinlari oqibatida Fransiyaning bir qancha departamentlari o'rmon yong'inlaridan talafot ko'rdi. Xususan, hafta boshida Bordo aeroporti yaqinidagi yong'inni o'chirish chog'ida 2 nafar mahalliy o't o'chiruvchi halok bo'lgan edi. So'nggi kunlarda Ispaniya va Italiyada ham o'rmon yong'inlari avj oldi. Sitsiliyada yong'inni o'chirish chog'ida betob bo'lib qolgan o't o'chiruvchi halok bo'lgan. Madridning g'arbida esa 3,5 mingga yaqin aholi nazoratdan chiqib ketgan o'rmon yong'ini sababli evakuatsiya qilindi. Ispaniyaning ayrim hududlarida kamida 42 daraja issiq qayd etildi. Joriy yildagi eng yirik o'rmon yong'ini shu haftada poytaxt shimolidagi Guadalajara mintaqasida kuzatildi. 35 ming gektardan ortiq maydon kulga aylanib, o'zidan vayron bo'lgan tabiat manzarasini qoldirdi. Kecha Moskva viloyatining Odinsovo tumanida Rossiya armiyasining eng qudratli Su-57 qiruvchi samolyoti halokatga uchradi. Uchuvchi katapulta qilishga ulgurgan. Bu haqda Rossiya kuch tuzilmalariga yaqin ko'riladigan Mash Telegram kanali hamda Kommersant gazetasi xabar berdi. Rossiya tergov qo'mitasi parvoz qilish yoki unga tayyorgarlik ko'rish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan. Halokat mashg'ulot parvozi vaqtida yuz bergan. Shu bois samolyot bortida qurol bo'lmagan. Halokat sabablarini tergov qo'mitasidan tashqari harbiy ekspertlar va Rossiya Mudofaa vazirligi komissiyasi ham o'rganadi. Vazirlikning o'zi havoga ko'tarilish vaqtida o'quv jangovar samolyot halokatga uchraganini tasdiqladi. Harbiy idoraga ko'ra, halokatning dastlabki sababi texnik nosozlik. Xabarda samolyotning aniq modeli tilga olinmagan. Su-57 qiruvchisining ilk parvozi 2010-yilda bo'lib o'tgan, 2020-yilda esa armiya safiga qabul qilingandi. Rossiya 5-avlod qiruvchi samolyotining tan narxi 30 dan 50 million dollargacha baholanadi. 2025-yilda prezident Putin bu qiruvchini ayni damda dunyodagi eng samarali va ehtimol eng zamonaviy samolyot deb atagandi. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shu. Ko'rishguncha.